Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli görürmenler. Reallıqımızga nazar programımızın 21. sanı görüşüňlarni qarşı alymyz. Men Abdullah Yalqun. Qadirli görürmenlerimiz, hammalar ma'lum bolgandek, biz bu programımızda muhaciret hayatımızdaki milletimizden her qaysi sahalarda, yani hayatımızdaki nurgun özgertişke tegişlik diagnoz koyup tüzdülüşü gerek bolgan meselelerni objektif şekilde toxtulup, oturğa koyup, şununla bir çare izleş üçün yolga çıktık ve hazırgaça xilma-xil mavzularda toxtulup kelyapmiz. Programımızın aziz daimlik mehmeni hammalar tunuşuq bolgan vatan içinde tunulgan yazgıcımız nöbete Ankara'daki şu Uygur Tadqiqat İnstitutu tadqiqatçısı yazgıcı doktor Abdurrahim Dövlet efendimle teklif kıldık. Kıymetli vaktimizi çıkarıp ziyaretimizi kabul kılganlık için aldı bilen köp rahmet etimiz. Assalamu alaikum. Ben sizlerge rahmet etmem. Aleyküm selam, rahmet, Allah razı olsun. Qadirli görürmenlerimiz, programımız Facebook kanalımız arkalı Naq Meydan'dan tarqılı vatıda. Aslında hem olağa malum bolgandek hem YouTube'dan tarqıtatdık. Lekin internetten süretinin biraz az top qilish bilen hazır Facebook'ta Naq Meydan qılıvatımız. Programıdan keyin YouTube kanalımızga mı koyuldu program. Elbette bugünkü temamiz tünügün e'lanımızda bergendek muhaciretdeki passivlikning yıldızı ve çıkış yolu temasida to'xtalganligimizni e'lon bergandik. Elbette aslında bu programını doktorla biz 5-6 ayın aldı qilmoqchidik. Doktorning aldirashchiligi sababli biraz kechikkan bo'ldi, bugunga nasib bo'ldi. Doktoram başlap ketsek mi şu elbette siz hem muhaciretdeki nurgun xalqimiz hem ictimai uçur vasıtırdaki dünyanın arqaysı şeylerdeki her xil fikir inkaslar qarga vaqtimizda mı xalqimizningki şu yaqindan buyan mayli dava sepedeki bolsun, avam xalq bolsun, bir xil turg'unlik, tushkunlik va yoki davaningki beshidagilardan rahbarlardan narazi bo'lish, ümidsizlanish degandek bu ishlarning kuchayotganligini his qilyapmiz hamda. Biz bu axborot bo'lish sifatimiz bilan albatta jamiyatda bo'layotgan ishlarni kuzatgan, kuzatib turadigan bir bo'lish sifatimiz bilan buningki bir xil kuchayotganligini his qilyapmiz. Sizcha cemiyetimizde hakikaten şundaq bir iş umumi şekilde evciliyotgandı yoki biz bek artıqça o'ylab oldikmi aldı bilan buni bir diagnoz qo'yib baqsaq. Marhamat. Oldu. Hem de hazır siz hep ötken bu meseleni ameliyatda biz bir ictimai tekşürüş, statistik toplaş degandek işlerini qilmasak mı? Biz yaqinqi bir 2 yildagi chet elda muhacirat yaşayotgan Uyg'urlarning Sharqiy Turkiston va Uyg'ur masalasiga tutgan pozitsiyasi va bu da'voga qatnashish darajasining yuqori tubanligi qatorliqlarni 2-3 yil burunqi 2017, 18, 19, 20, 21'ligi qadar bo'lgan vaqtdagiga selishtirib baqsaqlar bu menimcha ro'shan o'tirib chiqdi deb o'ylayman. Bir qancha yil burun İstanbul'un ko'chalari liq to'shab ketgan namoyish qilgan Uyg'urlar menimcha ularning yana nurg'unlari Turkiyada bor. Yerimini sirtlarga ketdi desakmi, yana o kishilar bor. Hozir namoyish qilsak chiqadigan odam qanchalik hammamiz bilamiz. Qilinayotgan programmalarning ko'rilish nisbati, echilayotgan yig'inlarga kishilarning qatnashish ahvoli, hatto internetdagi Uyg'urlarga Sharq Turkiston munosabatlik muhim masalalardami shu xil munoziraga aktiv qatnashishning burunga qaraganda jiq tuvallab ketganligiga qarab baqsaqlar, haqiqatan bu chet eldagi muhojirat yashayotgan Uyg'urlarda mayli da'vo sepidagilarda bo'lsin, mayli avam xalqda bo'lsin, alohida bir ruhiy xo'rashning mavjud ekanligini yoki shu timimizda degandek o'zimizning masalasiga nisbatan favqulodda bir passivlikning umumlashayotganligini ko'rgili bo'ldi deb o'ylayman. Xo'sh. Hamda doktor sizcha hamda shundaq bir ahvolga tushib qolishning sababi nima endi?
Endi bu haqiqatan bir ikki qizga javob berishni qiyin bir tema. Mana shunda adamlar bir qancha nuqtalarga ayirib turib biz o'zimni ko'z qarashini so'zlab boqay. Bunda bir ahvol mavjud. Ma'lum bir to'qinish uzoqgacha hal qilinmasa, ya'ni bu to'qinish uzrab ketsa, bu to'qinishga qatnashuvchilarda ma'naviy jihatda bir xo'rash, charchash yuz berdi. Bu inson tabiatida mavjud ish. Biz Uyg'urlarning Xitoylar bilan bo'lgan bu to'qinishimiz asli tarixi texmi uzun. Ammo biz buni 2017 yildan keyin shu keng ko'lamlik lagerlarga solashni bir yangi bir boshlanish deb qarasak masalan, albatta u boshlanish emas. Agar shuni boshlanish deb qarasak, shu vaqtdan hozirgacha bo'lgan bu ahvolda Xitoylarning vatandagi yurgizayotgan siyosatida hech qanday mohiyat xarakterlik Uyg'urlarga foydali bir o'zgarish yuz bermadi. Yoki chet eldagi bizning mujohidalamizmi mana bunda bir o'zgarish paydo qildi deyishni qiyin bir vaziyat shakllandi. Xo'sh. Bunda ahvolda natija ko'rolmaslik va bu to'qinishning, bu ziddiyatning uzrab ketishi balkim Uyg'urlarning ma'naviy energiyasini xo'r bo'lishi mumkin. Shuning bilan bu xo'rash balki bu pastlikning bir sababi bo'lishi mumkin. Hamda ikkinchisi mana shu real sabablarning birisi bo'lishi mumkin. Uni men real sabab deyman, ammo buni nurg'un Uyg'urlarning bahona qilishini chuqur unutmaslik lozim. O bo'lsa nima desa, chet elda turmush halakchiligining hammalarni aldirash qilib o'tishi. Xo'sh. Bo'lib masalan yaqinqi 4-5 yil mobaynida Turkiya alayida bir iqtisodiy krizis ichida. Buni hammamiz har kuni bevosita ta'min etib turamiz. Yani Qurbaxonlikning favqulodda yuqori bo'lishi va uning uzoqgacha hal bo'lmasligi nurg'un kishilarning hamda har g'amini vatan millat g'amidan bakrak o'zining iqtisodiy g'amiga, oilani qanday boqay degan aqlli bir g'amga markazlashtirib qo'ydi bizning tirishchiligimizni, xiyolimizni. Menimcha bu Turkiyada emas. Amerika, Yevropaga ketgan qarindoshlar bilan paranglashsakmi? Ama o'xshashlar. Her günü mancha soat ishlash kerakligi, mancha soat ishlamasak, uyning ijarasini to'lash, jon beqish, pul xarjlash qisqasi turmush halakchiligi deyiladi. Bu bek jiq odamning birinchi g'amiga aylandi. Ham bu tabiiy bir ahvol hamda. Bu chet elda boshqa chorami yo'q. Mesela benim bilishimcha, bu yaqinqi 2-3 yil mobaynida shu davo sepida hali aktiv ishlayotgan nurg'un yosh bolalar hozir asta-asta ayrildi. Uning ba'zisi balkim ay deb xapulab ayrilgan bo'lishi mumkin, bu ish ahmoq ekan. Balkim ba'zisi olgan maosh yoki kundalik turmush ehtiyoji bilan orliqni yiroq bo'lib ketdi. Ya'ni o'zli olgan maosh faqat yetmaydi. Shuning bilan ular xohlab xohlamay jon beqishning yo'liga kirib ketdi. Unda bo'lgandan keyin bu yerda vatan millat g'ami balkim chet eldagi 99% Uyg'urning qo'shimcha g'amiga aylandi. Xo'sh. Qo'shimcha g'ami degan shu, hozir degan turmush halakchiligidan asli qutulgan vaqtda andan keyin o'ylab qo'ydigan va bu vatan millat g'amini yeyish hozir faqat to'g'ri chiqish orqali Facebookda munozirlik ish kuchi gap qilib qo'yash, azul ahurib qo'yashdan iborat konkret xizmat emas, ammo o'zining hissiyotini tuklangan bir xil vatan millat g'amini yeyishga aylanib qoldi. Buni ham ishlarning haqiqiy vujudga chiqishiga hech qanday foydasi yo'q bir ahvol. Şu ikkinchisi menimcha shu turmush g'ami, turmush halakchiligi menimcha muhim bir sababdan birisi bo'ldi deb. Bundan bir to'g'ri tushunishga bo'lgan tarafi deganim haqiqatan qochib qutulib olmaydigan bir masala. Xo'sh.
Ama bunu bahane qilib berishga bo'lmaydi degan tarafim. Buni so'zlagan vaqtda buni cho'qim eskartishim lozim. O'zining milliy mustaqilligi uchun, erkinlik uchun kurash qilayotgan bir millatning a'zolari bu mücadeleni qilgan vaqtda hech bir zaman pulisini tepib pulab, xizmatini qilib etib, uylarini silib etib, mashinalarini ilib etib, andan keyin qeniz düşman sen nerede deb yugurib chiqmaydi. Xo'sh, xo'sh. O tarixdan bu ham bunda bo'lmagan. Buniki bunda. Yani turmuş meselesi bu vatan millet mücadelesini kılmaslığa yoki buni ishtirok qilmasligiga qat'iy bahona olmaslığı lazım. To'g'ri, aldirash vaqtlarda ishlasin, jenda boqsin, ammo ashunda vaqtlarning o'zidimi? İşleyeş turibmi? Qo'shimcha vaqtlardami? Her daim bu o'tni ko'ymasa, bunun suyida oqmasa, o'zining vijdonini oldidimi? Bizning dinimizning tarozisidimi? O mening qarashimcha yana gunoh ichida. Yani ey Allah, men aldirash ulab qolgandim, shu chog'da men bu yerning ijarasi bek qimmatlab ketib, jon beqishdan boshqa hech qilolmay qoldim degan gap bilan bu mecburiyetni ado qilmasligimizni oqlab olmaydi demoqchi. Endi uchinchi sabab bu bir makro sabab. Makro sabab deganimiz bugungi dunyo hozirga oid cho'nqur bir o'zgarishni boshdan kechiryapti. Biz hammamiz his qilyapmiz. Bu o'zgarishning hozir bizga ko'zimizga ko'ringan alomatlari Amerika başçılığındaki g'arb dunyosining asta biz Sharq Turkiston davosida ishlatayotgan kishilik huquq, erkinlik, so'z erkinligi, demokratiya deganga o'xshash huquqlarni ular o'zlari bir-birlab dafsand qilyapti. Hozir bundan foydalanib, bundan keyin uzoqcha davo qilish bir xil burung'idek ta'sirini ko'rsatmaslik ehtimoli bor bugungi yuzlanishga qaraganda. Xo'sh. Masalan, Amerika'nın G'azzadagi qirg'inchilikni tutgan pozitsiya emas, ularni qo'llashi, ya'ni irqiy qirg'inchilikning bir qo'lcho'shi Isroilga. Bugungi mesela Ironga qaratilgan urushlar g'arb ichida yerib paydo qilishga boshladi. Bu albatta kimga fursat? Rossiya bilan Xitoyga fursat. Ular Xitoyga fursat. Xitoyga bo'lgan sir bir xil bu xil makro fursatlarning echilishi. Andan keyin yani bizga foydasiz vaziyat shakllanishi demoqchi. Belki ellerde texmi cho'nqur yerlarda bizga foydali ba'zi o'zgarishlar bo'layotgan bo'lishi mumkin. Ammo zahiriy jihatdan hozircha mening aqlim yetganim shundoq. Andan keyin bizning da'voyimizga nisbatan xalqaro dunyoning inkosining nachar bo'lishi. Gerçi az turli yig'inlarda tilga ilingan, ba'zi davlatlarda bizga munosabatli qonunlar chiqqan, albatta 15 yil, 20 yil burungi faqat tilga ilinmayotgan bir Uyg'ur bo'lashdan hozir har doim tilga ilinib turadigan bir holat kelgan bo'lsaqmi, ammo xalqaro dunyoning inkosi faqat shu mediada xabar qilish, qonun tuzumi uni ijro qilish qilmaslikni bilgili olmaydigan, uning nazoratini qilolmaydigan. Yani Xitoyga nisbatan hech qanday bir embargo bizning masalamiz haqida. Xitoyni to'xta deydigan hech qanday amaliy tadbir yo'q bir holatda. Shu sababdan men vatanda haqiqatan hech qanday o'zgarish paydo qilolmadik chetdagilar. Agar hozir Xitoy asli bo'shatgan bo'lsa, menimcha bizning mujohidalamizning g'alabasi natijasi sababidan bo'shatmadi uni. Faqat o'zining siyosatining balki yangi bir bosqichga kelganligidan ba'zi tadbirlarni yangidan yo'l qo'ygan bo'lishi mumkin. Ya'ni xalqaro dunyoning inkosi. Andan keyin bo'libmi bizga nisbatan, bizga o'xshash bir musulmon millatga nisbatan bo'libmi islom dunyosining, ya'ni musulmon dunyosining ziyoda passivligi, hatto Xitoy tarafdagi davlatlarda emas, balki shu diniy sohadagilarning agarchiligi bir qismi bizga isloshlik qiladigan kishilar bo'lsa-mu, ammo umuman nisbatlashtirgan vaqtda bunday desak ham, islom dunyosi muhojiratdagi Uyg'urlarga ularning o'zining qarindoshi ekanligini haqiqiy ma'nosida his qildirmasligi deganga o'xshash. Bu makrolik sababli bizning hey deb aytdi.
ümitsizlikka kirib qolishimizga menimcha yana muhim sababdan birisi. Xo'sh, endi to'rtinchisi, endi bu yuqorqisi biz nima qilolmaydigan, kontrol qilolmaydigan sabablar. Xo'sh. Yana xalqaro vaziyatimizni o'zgartirolmaymiz. Bu to'qinishning uzun yoki qisqa bo'lishiga biz ta'sir ko'rsatolmaymiz. Turmush elekchiligi degan gap bu bizning ilkimizdagi ish emas. Yani qo'saq ichiyordi. Shundaymi? Endi to'rtinchisi, endi bizga bormaydi. Umumyüzlik shu davo sepimizdagi xizmatlarni, tashkilotlarni davo sepidagi xizmatlarni bir xil nima deymiz endi? Hozir unda desak, nurg'un davo sepidagi qarindoshlar, hatto o'zimizni shuning ichida bo'lib sifatimiz bilan xizmatlarning bir xil unumsizligi, natijasizligi menimcha eng muhim sabablardan birisi deb o'ylayman. Ya'ni burun masalan İstanbul'daki ma'rif tashkiloti namoyishga chiqinglar deb chaqir qilgan chog'da bir necha ming odam chiqqan bo'lsa, bugungi kunda chaqir qilsa qanchalik odam chiqadi? Ya'ni tashkilotlar o'zining chaqiriq kuchini yo'qotdi. Chaqiriq kuchini yo'qotdi. Bu bir tarafdan hammani xalqqa otib qo'yib, xalq passivlashib ketdi deyish o'zimizni ba'zida bazlash, paybalashdan boshqa narsa emas. Chunki tashkilotlar yo'l ichib mang'uchilar bo'lib sifatida har vaqt o xalqni atrofida tutib tura oladigan xizmatlari, taktikalar, shurqatlar bo'lishi lozim. Qilib ketdi degan gap qo'llashdan boshqaga yaramaydi bu nuqtada. Andan keyin hamda shu oldingi yillarda o'ylab baqsaq hamda bunday bir manzirni hozir eslab chiqsak, tarixda kelgusida bizning bolalarimiz bu davrdagi muhojiratdagi Sharq Turkiston ko'rishining tarixini yozsa, kulkilik bir vaziyatni ko'rasiz. Haqiqatan ham. Bir tarafdan g'arbda bu bizning masalamizga oid kun tartibga kelayotgan nurg'un davlatlar, tashkilotlar Uyg'urlar biz nima ish qilib beramiz deb so'rayotgan. Yani her vakit gün tertibinin üstüde biz. Gün tertibinin aldığın kadar bir neçe yıl tutup. Bir neçe yıl tutup. Bu arada Uygur küreş tarihindeki fevkalade bir vaziyet bu nazır. Ketken'deki nispetmizde. Bu şunda vakitte bunda da Uygur teşkilatları adamlar nemiş kıldı deseniz bir mehel kim müstakilçi kim avtonomiyici de tılaştı. Bir mehel yenimler değişmedi o kışkılıp. Bütünley İşimizdeki işler bilan. mevcut teşkilatlarını texnik nima qilish, sizlashtirish uchun deylik. Gelecek uni qilayotganlar bunun biz da'voning foydasi uchun qilyapmiz desam o, mana bugun so'rash lozim. Unda da nimaga foydasi bo'ldi? Shu. Shuning nimaga foydasi bo'ldi? Yani bu öz içimizdeki cidel maceralar bu vatan davasıga yiroqdan qaravatgan yaman necha yuz ming Uyg'urni nayt ümidsizlantirgan bo'lishi mumkin. Yani bizning odamlar, bizning tashkilotlar bu ishni qilolmaydi-ki degan umitsizlikka cho'kkan bo'lishi mumkin. Uning uchun undan boshqa tashkilotlar aro o'zaro bir hamkorlikning yo'qligi. Teşkilat xalq orasida bir xil tashkilot dushmanligini o'tirib chiqib qolish o'ylab baqing. Bu qanday vaziyat endi? Hozir nurg'un odamlar bilan paranglashsa, dernek tashkilotlarni shunisi qilib ichidan oid bir xil g'azab, nafrat bilan til oldi. Albatta ularning unda qilishi xato. Ammo bu ish qilayotgan tashkilotlarning xalqdagi ashu passivlikni yoki ashu xil xato tushunchani yo'qotish uchun unumli xizmat qilolmaslikdan iborat yana bir paketni o'tirdi. Bu tashkilotlar o'tirsa hamkorlik qilib bo'lmasligi. Bayam degandek o'zaro jidal majrodan boshqa yana bu da'vo sepidagi nurg'un muhim odamlarning satchiliklari. Degandek bu masalalar xalqni da'vodan yiroqlashtirdi. Xo'sh. Ümitsizlendirdi. Yani bu bizdeki meseleler. Çünkü neticesizlik
Hakkındaydan ümitsizlendirdi. Ben bir okuvchilar sübüten bilen değil. İmtihana tayyorluk kılıp bir imtihandan uda 5-6 kıtım ütenmesem turup buna bu 6-7 kıtımlık imtihana tayyorluk kılmaslıkım mümkün. O bir ütenmeydikken. 5. mühim sebepnin birisi umum avam içinde o beni küzetken ememdi. Korkunçluk bir haletinde. Men açık Xitayning istihbaratımı belki şunu çok maksat kıldı deb o'ylayman. Muhaciretdeki Uyg'urlar arasida biz Uyg'urcha bir gap bor. Bir ailedan jidal majra qurilmasa buningga dushmanlar qish chechib yetibdi ekan deb aytgancha o'ylasa qish chechib yetibdi ekan deydigan gap bor. O xottanda badi balki menimcha boshqa yerdan bo'lishi mumkin. Xuddi muhaciretdeki Uyg'urlar arasida qish chechilib. Bu nima degan gap desa, teşkilatlararo hamkorlik emas, chet elda yashayotgan Uyg'urlar o'zaro xususiy shaxsiy munosabatlarini hamda kuzatishimcha haqiqiy bir mehr-muhabbat, ishonch ustiga qurilmaganligini, buningmi ig'ir zidilanganligini bir xil his qilaman. Balkim men biroz mubolag'a qilib solgan bo'lishim mumkin bu nuqtada. Hamda ishonchning ko'tarilib ketishi degan gap qanday oqibat keltirib chiqardi desangiz, biz aytgandan kechgacha qarindoshlikni kuchaytili, hamkorlikni kuchaytili, ittifoqlik muhim desakmi, biz bu kuchaytiriladigan aşı qarindoshlik, aşı hamkorlik, aşı ittifoqlikning asosi ishonch. Birisi-birisiga bo'lgan ishonch. Bu ishonch yo'qolib ketgan ahvol ostida yuqorqi shuarni 100 yil to'g'risakmi, hech qanday so'z chiqmaydi. Deymiz birisining Xitoyning adam bo'lishi mumkin degan gumonimiz bor. Yana bir bizga nisbatan boshqa iqlimdagi birisi. Yana birisi umumiy xatarlik birisi deyli. Shunday o'zaro yaqinda ko'ringanimiz bilan resmen mücadeleyi lazım hemkarlık isteydiği vakitte bu işenç hem işte asası kaynağı. Şu halde ben tulu deydiğim bir gap var. Biz ağzımızı buzup tilleyemeydiğin hiç kim kalmadı. Elbette bir milletin içinde bu nihayet mühimdi. Ben bugün WhatsApp'ın durum diye bir nes çıkarıp koydum. David Brophy'nin bu Harvard'ın profesörü. O deyme. Uyghur Milleti degan kitobida shuni o'qiyotgandim. Shu yerda 1912 yili Xitoyda Manju imperatorligi yiqildi. Manju imperatorligi yiqilib darhol Mo'ng'ullar bilan Tibetlar mustaqillik yo'liga mangdi va mustaqillikni e'lon qildi. Ammo Uyg'urlar unda qilmadi. Chunki ularning orasida modalitoni Aksuaklar qatlimi yo'q edi debdi. Ya'ni darhol ashunda fursatni tutadigan xalq ichidagi sarxillar qatlimining yetarlik darajada yo'q, mavjud emas ekanligini tushuntiribdi. Shuni sabab qilib ko'rsatibdi. Bu gap meni o'ylantirdi. Çünkü sizni işgal qilib olgan bir imperatorlik yıkılgan tursa, aslında biz müstakillab ketishimiz kerak emas matematik holda. Nima deb yeni biz ashunda bir fursatda mustaqil bo'lolmadik. Şu 12-yil atrofidagi shu vaziyatni nihoyat inchki bir o'qib chiqish lozim. Chunki bu bir milletning fursat kelsa fursatni tutish iqtidorini bizga ko'rsatib turadigan cho'ng bir aynak ekan. Xo'sh. Endi kelgusida oldimizga shunday bir fursat kelgan vaqtda yana qarab tursak, buni hozir oldida degan gapim bilan bog'lashimning sababi bir millat ichidagi o'sha sarxil kishilar, sarxillar qatlami yo'q qilinsa, millatning sonining jiq bo'lishining hech ahamiyati yo'q. Hazır Xitay şunda qildi. Hazır vatandagi Uyg'urlar sarsiz Uyg'urlar, ya'ni sergisiz Uyg'urlar. Jamiyat ichidagi az pul chaqiruq kichiga ega barliq
ehli ilimle, ziyalıyla, inovatlikroq odamlar hammasi ya turmada ya o'ldirildi. Bunda bo'lgandan keyin ayolga sonimiz necha million bo'lib ketsinmi? Menimcha biz bu temada boshqa bir programma qilishimiz kerak. Shu. Kim cho'nqur bir tema. Şuna demek çoğunum chet eldimi? Şunda bir serxillerimizi yaratışımız gerekti ama biz mi şu Xitayga yardımlaşıp tillığılan bolsa tillab, inovasizleştirilgan bolsa inovasizleştirip çağır küçük adamını koymadık oturdu. Meyli ziyali yıldın, meyli ehlen bildi de meyleni bir nesle bakalitkan bir cüretken meyleni iyi hazır. Halanın bunda bir iş tuttu kendisi ya bunda iş kınmaydı o diyemde yaxşı adam de etrafta onu qo'llayotgan odamni qolmabdi. Shuni o'ylab qildim. Shunda qilib solganmi deya deydi ekanmiz. Rost bu gap to'g'rimi deya deydi ekanmizda. Endi bu ishonchning ko'tarilib ketmoqchi o'g'lim. Bayon degandek bizning siyosiy uyushchanligimizning ma'naviy asosi bu. Masalan, bu yerda bunday bir narsani tilga olish lozim. Doim menimcha nurg'un odamlar o'zaro deyishmagani bilan Xitoydan vatandan soqchilik telefon qilib bizga ishlar talab qiladi. Bundan boshlab qilib kelgan ish bu. Shuni ularning qo'lida cho'ng ko'zir bor. Ya'ni ana bilan ko'rishtirib qo'yalikmi, dada bilan ko'rishtirib qo'yalikmi? Sendan biz yana yo'g'on bir narsani talab qilmaymiz. Faqat bunda nima ish bo'layotdi asli deb qo'ysa ba'zi gaplarni patmay ko'rishib tursak og'iyni olib qoldi degan gaplar bilan boshlaydi buni. Xo'sh. Bunlar bu yerda bu ba'zi Uyg'urlarga nisbatan o'ylashib boqaymi ya deydigan bir narsani paydo qildi. Uni nima ish qo'yilib boqdi? Qarasa maxfiy bir narsani deb bermasammi? Masalan, shu istiqlolda oshkora e'lon qilgan xabarlarni deb bersa, palonchani namoyish qildi degan gapni deb bersam, undan hech qaysi maxfiy emas. Shunday qilib biz shu uydagilar ko'rishib olsam, anam dadam bilan paranglashib tursam, hem Xudoning oldida munofiqlab ketmayman, millatning oldida xoin bo'lib ketmayman, ham ota-onam bilan ko'rishalayman deb bunda bir hisobni qiladigan Uyg'urlar menimcha nihoyat ko'p. Ammo bu hech qaysi o'zini oshkora deyolmaydi uni. Shuning bilan bu ssenariyonimda bir taraqqiy qildirib boqadi. Mesela birisini shunda izlasa, hozirgidek o'ylagan birisi, hozir men tasvirlagandek xiyol qilgan birisi. Masalan, deyli, heliqi satrashxona nerede? Mesela bir Uyg'urning satrash qayerda deb so'rasa, yoki Safaköydagi paloni oshxona desa, bu satrashxona nerligini deb bersam, hech qanday izlanmas. Hech qisi yo'q deb berdim. Ama o yeni birisiyle görüşken çağda sakçı. Heliqi ko'chadagi satrashxonada o'ltirib deb yana birini bilan suhbatlashgan chog'da deb o'ylaydi. Ya Allah, hozir ko'chada satrashxonaning dadligidan boshlab bilib bo'libdi. Uni bilmaydigan hech nima yo'q-ku deb o'ylaydi. Shu. Yani bizga nisbatan qimmati yo'q degan bir xabar kasbiy odamlarning qo'lida qimmati bor bir istixborotga aylandi u. Uni ishlatgandan keyin ayada bu satrashxonaning oshxonaning nerligini bilib bo'lgan yerda bu Xitoyning bilmaydiganimiz yo'q-ku. Undan keyin Onun da qanday ro'yxat paydo bo'ldi? Meni izlaganda qaraganda boshqalarni cho'qim izdaylik deydi. Shuning bilan nima shaklda o'tirib ishonmaslik chiqadi. Endi Xitoy nimani maqsad qilishi mumkin deb o'ylab baqilib. Xitoy zaten u uchirilning unchalar qimmati yo'q ekanligini bilsin-mi? Xitoy istixborotining menimcha eng cho'ng maqsadlarining biri dal chet eldagi Uyg'urlarning o'tirishga tabriqchilik terib qo'ysa. Shu yetadi. Shu gaplarni ham qila oladi. Bir qancha telefon bilan shunlar qila oladi. Shunga nisbatan buni Uyg'urlar va bizlar aqlliroq qilishimizda do'tlik qilmasligimiz kerak. Demak, yo'g'ini endi. Mana Xitoyning mushu tashqi mudohalarimi bu ishonchsizlikning ko'tarilib ketishining muhim sabablarining biri demakchi. Bu ishonchsizlikdan iborat bu etizlik bo'lmagan ahvol ostida bu etizlik ustiga tergan har qanday urug'
qurup ketidi desek menimcha bo'ldi. Eng oxirida biroz uzun bo'lib qoldi masala. Xo'sh. 6-nuqtaga keldik. Biz buni burunmazlik paranglashgan. Şu uzun müddetlik mustamlakachilikni Uyg'urlarning ruhiy dunyosida qoldirgan asoratlar. Bu manada o'z oldiga bek uzun, bek cho'nqur tema. Yani qulluq zanjirining bizning bedanimizda emas, bizning qalbimiz, ruhimiz qadar singib ketishi. Bizga ne kadar zulüm salsınmı, o zulümni bir şekilde hazm qila oladiganligimiz, hech qisi yo'q deya oladiganligimiz, erkinligimizdan mahrum qilish bedeliga az to'la iqtisodiy manfaatlarga oldindiganligimiz, tayoqni may yemisam mayli, boshqalar o'lsin imkonim deydigan ma'qul pozitsiyalar menimcha texmi cho'nqur bir sabab. Chunki nurg'un kishilar qanday qilsa Xitoyda yarashib qoladilar degan tushunib yuradi. Bu amaliyotda bundan keyin qanday qilsa Xitoylar bizni qattiq urmay bo'shroq ura, shunaqa maylitdi deyotgan Uyg'urlar. Men balki shu programmada men so'zlagan bo'lishim mumkin. Men nurg'un yerda to'liq digim keladigan bir o'qitish bor. Biz ahvolimiz xuddi bir xil haroqkashning doim tayoq yeydigan xotiniga o'xshaymiz. Bu xotin doim shu haroqkash mas'ullar kelib kechdi urdi buni. Buna aytib dert tükedi mahalledikiligi, vay buna erim beni bek urib ketdi, bu işte bir el qilib qo'yanlardi. Şular mahallediki iş çağırtıp bunu çoğunlar. Ya bu xotini ajrashtirib qo'yli deb ajrashtirib qo'ygan vaqtda aslida bu xotin ya shu mas'ulmisizlar yaxshi edi, harqitmisizlar eski emasdi deydi uchun. Yani yana ajrashib ketgan unimaydi. Ammo tillab turdi, meni urib ketdi deydi, ammo ajrashib ketgan unimaydi. Mas'ulmisizlar yaxshi edi. No Uyg'urlarning ruhiy holatimi Xitoy manamda qilib soldi. Jinjuangga kelgan Xi Jinpingning yoqi. Bunda siyosetni yurgizmisizlar eski emasdi degandek ajoroqkash haroq tashlab tez so'ngishib ketdi degan umidni kutgandek. Xo'sh. Bu xil favqulodda bir soxta umid ichiga kirib olganlar. Uni his qilib oldi. O davadan yiroq turib olishi, davanın kelgüsüge nispeten işenmesliki, hatta uçuk aşkar aldı chet elde davada. Biz Xitoyda belli yaşımız lazım degan gapni aşkar diyalgidek insanlarına oturuğa çıkışı diyelim menimcha. Birisi o aşkar degan bo'lsa, sonsiz aşkar demagan Uyg'ur bor. Xo'sh, xo'sh. Menimcha yuqorqi sabablar benim nuqtadan bu passivlikni tushuntirib berishim mumkin. Xo'sh, xo'sh. Doktor Işqilib nayet atrafliq tafsili holatda bu kasallikki bu holatning sabablarini o'tirib qo'ygan bo'ldingiz. Haqiqatan realligimizdagi ichinishli masala. Endi oxirdamda mushunda bir holatninki agarda davom qilsa bu chuqum mayli qanday ahvol bo'lishidan qat'iy nazar tuzilishi kerak bo'lgan, buni yengishimiz kerak bo'lgan sabablar masalalarni o'tirib qo'ygan masala. Agar bu o'ngshalmagan taqdirda shunday davom qilsa qanday oqibat keltirib chiqaradi va buni har bir shaxs, har bir Uyg'ur biz nima qilishimiz kerak deb bu shaklda men nima qilishim kerak, biz nima qilishimiz kerak deb bir chiqish yo'limiz izlashimiz kerak bo'lgan masalalarning biri. Shu mushni bir yig'incha qilgan asosda bir to'xtalsak. Endi menimcha jiq aql ishlatishga hojat bo'lmasligi mumkin. Bu xil ahvol davom qilsa, qanday bir oqibatga duchor bo'lganligimizni. Men bu nuqtani to'liq ta'kidlab keldim. Bir tarafdan ya unda bo'lib ketmasay deydigan bir tuniksiz bir umidvorlikqa kirib qolmaslik lozim. Xo'sh. Bunun en roşen örnekleri var.
800 yıldan artık İslam hakimiyet sürgen İspanya. Asli ismi Endülüs oğayı. Bir Müslüman tuprağıdan Müslümanlığının yani Hristiyan tuprağına aylanıp gitti. Uygurlar asli şu Endülüs tarixini yaxşı oxuşı lazım. Nimbula bana alıp gitti. Yani tarixda iş bolğan. Yani bir millet, bir kavim yo'qolib ketgan. Hozir Shimol Amerikadagi indiyalılar nerede? Bunu so'rab beqish lazım. O'rta Amerika ve Janubiy Amerikada yashaydigan yüksek medeniyet barpo qilgan mayalar, azteklar deydigan millatlar bor. Ular nerede? Qani ular? Ba'zilari yo'qolib ketadi. Agar millat o'zi chorasini qilmasa, onun tarixiy fursatli kelmasa yoki kelgan fursatni qochirsa, yo'qolib ketadi. Manda bir narsani, tariximizda yaqinda o'tgan manda bir narsani o'ylaylik. Va cho'nglar texim his qilishi mumkin. Shu 68-78 yilga bo'lgan madaniyat inqilobi va uning oldidagi cho'ng sakrab ilgirlash, po'lat temir tavlash, yer islohoti, ijara kamaytirish deganga o'xshash to'xtamay bu siyosiy harakatlarning azob uqubati bilan 80-ci yıllardaki Uygurlar qanday Uygur aylanıp qalganligini unutib qolmaslik kerak. Aşı Uygurlarda erkinlikka intiladigan, mustaqillik istaydigan, hatto o'zining dinidan o kadar yiroqlashib ketganki, madaniyat inqilobida Qur'on ko'ydigan chog'da, dadamning bir gapi esimda. Şu kurçuğa yığıp Kur'an köydügen vakitte şu çağda bazı mollamlarının köymeye kalan Kur'an'dan da uzun tutup bunda kütürep obdarlak köysünde varaklarını içip belge de şunda diyelim. Bu yakın tarihimizde bulak ötken işli bu. Hazır vatandın aşı doyindin yoki undilarning sin kanallarga qarab baqsaq, yaqin vaqtlarda ko'rayotgan ba'zi ko'rinishlarni 7-8 yil burun tasavvur qilolmaydik. Xo'sh. Hozir bir qancha Uyg'urlar nəhayət atlas ko'ylakni kiyib, do'ppilni kiyib chiqib, voy biz degan azaldan musulmon emasdik, bizning kimligimiz musulmon emasdi, biz turk emasdik deb ochiq oshkora zo'q shoq bilan so'zlayotdi. Voy cho'shqa go'shti yesak nima bo'ladi? Deb çoşku güçünü göz aldığımızda yep bir vatıda. Bu bir günahın kılınışı başka, kılınıp bu teşvik kılınışı başka iş şu. Çünkü bizim dinimizde mi? Eğer birisi bir günahını kılgan olsa, Allah onu yuşurgan olsa, onu aşkarlamasın. Şunda deydi. Kılınışı başka olsa, o günahın aşkarlanışı başka bir yaman akıbet getirip çıkardı. Yani ictimai kılınışını peyda kıldı bu işte. Umuyimiz yap bakıp da biz mi yap bakalım deydigan adam çıkdı. Tamam. Bunu deyiş arkalı millet yo'qolib ketdi lan, ish yo'qolib ketdi. Hozir mana tasavvur qildi. 2017 yildan boshlagan bo'lsa, bizning 3 yoshlik, 4 yoshlik bolalarimizdan shu vaqtda majburiy necha million Uyg'urning bolasini yotoqliq yaslilarga oldi. Bu yasli so'zlanmaydi, hammamiz bilamiz. Xitoycha yetishtiriladi. O'tganki bir qancha videoni ko'rdim. Menimda 95-96 yilları Yezidda Xitoy tili o'qituvchisi bo'lib boqqan. Xotan Lobnayisning Chaharbog' yezisida. Men o Yeziddagi muallimlarning saviyasini, bolalarning Xitoycha saviyasini bilaman. Ularning Xitoycha o'rganishlik intayin tuandi. O'tgan ko'rgan videoda Xitoyga o'xshash so'zlayotdi, shu etizlikda yugurib yurgan bolalar. Bu bunda tasavvur qilsak, agar bir tashqi mudohila bo'lmay, mushu vaziyat mushu paytda davomlashsa, taxminan yana 30 yildan keyin, hozir men gapini qilgan bu 3 yoshida yasliga kirgan bir necha million Uyg'ur jamiyatining g'ul kuchiga aylanadi.
Ular aşı biz biladigan Uyg'urlar aşı bulab turama yana. Bunun qilqida erkeklarcha yüzlenishimiz lazım bu savolga. Ya undaqlab ketmasa, to'g'ri unda emas. Ammo undaqlab ketish ehtimolligini tang o'ylash lazım. Chunki o'zgarish kichik o'zgarish emas. U 3-4 milyon Uyghur ham az deganda. Farzand. Albatta uning keyin kelgan Xo'sh. hükümdarlar kimler? Üç padişahlık diye Can Feygo'ya kadar. Fatih Balvan'ı bilmeydi. Çin Tümür Batur'unu bilmeydi. Ula Karahallılar Seydiye Hallık'ını bilmeydi. Onun ornuna Tang Sulalısını bildi. Song Sulalısını bildi. Çin Sulalısını bildi. Xitay Kompartiyası yaratkan kahramanlığını, Leyfanlarını bildi. Yani manevi dünyası bütünley Xitay bilen uzuklangan bir evlat Uygur yetişip çıkıdı degan gap. Demek endi bu xil passivlik davomlashaversa, uchraydigan oqibatimiz aniq demoqchiman. Men bu oqibatning yomoni ne dedim? Chunki milliylik faqat jismoniy narsa. Xo'sh. Bizim sakallık doğumumuzun özü yo'qolib ketmaydi. Ma'naviyatimiz to'liq xitoylashib bo'lgan, dindan ayrilib bo'lgan vaqtda meni kim o'zini men Uyg'ur shu Xitoy jamiyatidagi Zhongzhular, shularni 100 yil burun mustamlik qilgan, istilo qilgan Manjular, ular jismoniy jihati yo'qolib ketgani yo'q. Xitoylik qatlam qilib o'ldirmadi ularni. Qani ular hozir shunga bu oqibat bexatar. Buni ham so'zlasa ko'nglimiz yerim bo'lishi mumkin. Ammo ba'zida oqibatni har doim eslab turib, o'zimizda bir tahrirsiz bir krizis eni bo'lishi kerak. O'zimiz bir krizis eni yaratishimiz kerak o'zimiz. Yo'q. Manda kunda normal odam uxlagandek uxlasam bo'lmaydi. Normal odamni tirishgandek tirishsam bo'lmaydi. Men boshqalardan necha hassa ortiq tirishchanlik ko'rsatishim lozim. Kecha kunduz qanday qilsam bu dardning, bu g'amning keyindan menga deydigan bir ruh butun Uyg'urda bo'lishi kerak. Xo'sh. Şunlaşqa menimcha oxirida biz qilsa bu passivlikni aslida yengilamiz degan masala haqida to'xtalamiki. Chunki biz uchrab qolish ehtimolligimiz bo'lgan vaziyat asosan aniqchi. To'g'ri. Asosan aniq. Bu savolni men mana o'ylandim. Muhojiratga Uyg'urlar, da'voga qatnashayotgan Uyg'urlar va qatnashmayotgan Uyg'urlar deb ikkiga bo'lingidek bunda qarasam. Şu an qilishga tegishli ishlami ikki qatlamga nisbatan o'xshashini tavsiya qilish biroz to'g'ri bo'lmaydi ekan deb o'yladim. Shunga sal farqliroq bo'lishi kerak. Menimcha da'vo sepetiga tuvandagi bir qancha nuqtani aytaman. Balki buni birinchisi, eng aqlli narsa Turkiston davosining haqliqligiga va buni g'alaba qildiganligiga ishonish kerak. Butun mush da'vo sepetiga ishonish kerak. Bu qarmoqqa bu işinimizga deymizga. Xo'sh. Ama içiden işiniş başka bir gap. İçiden işengen çağda anda ümitsizleniş, boşanlık, anadikin bayan degендek turmuş elekçiligi aldığı sebep bu işlere qarayanmaslik degендek işler yüz bermeydi. Bunda yüz bermeydi. İçiden işengen vaqtda bu başka bir vaziyet yaratıldı dünya. Xo'sh. Hatta men Konya'daki söhbetde aldım qayıp. Şunda dedim bu de. Eğer chet eldeki hamma Uyg'ur ikki ishni qila olsa biz qutulamiz dedim. O ikki ish birisi hech qanday pul ketmaydigan ish. Iqtisod ketmaydigan ish. Birisi ichidan Xitoyning hamon bir kuni gumron bo'ladigan narsa. Yaqin bo'lganda bo'ldi. İşte, o'zining oilasidagi bolalarini
bo'lsa hammasini, bo'lmasimi har bir Uyg'ur oilasi birdan bolasini shu Xudoga duo qilib turib, iniq qilib turib, shu dinimiz, vatanimiz, millatimiz uchun nazr qilyapsa, mushu bolam mushu yo'ldalam yashaydi dedi. Bizning ishimiz uzoqqa bormay hal bo'ldi. Buni hammadan qilar aytgan ish. Bu hammadan qilar aytgan ish, ammo qilmayotgan ish. Xo'sh. Qilmayotgan ish. Endi ikkinchisi, menimcha bir davo sepi, buni ta'sis bo'lishi mumkin. Yoshlashishi lozim. Men nima ish qilmayman desa, hozir nurg'un asosliroq tashkilotlarimizni qarasak, asosan yosh a'zolar az. Yoshlar az. Hozir ish qilayotganlar ko'pinchisi shu tashkilotni qurgan chog'da yosh bo'lgani bilan hozir allburun yoshlik bosqichidan o'tib ketib bo'ldi. Endi nima uchun bu yoshlarni yoshlashtirish lozim deyman? Hozir mening tashkilotlar o'zini isloh qilishni qancha o'ylagani bilan zodi isloh qilishimiz kerakdi deb qaragani bilan ularga psixik iqtidorimi, mijoz xarakterimi yor bermayapti. Ya'ni buni o'ylagani bilan qilolmayapti. Endi bu yoshlashish deganimiz biz bir odamning badaniga o'xshatsak, qon aylanishni yaxshilash degan gap. Agar bu badan qonga ehtiyojli chog'da bu qon aylanish yaxshi bo'lmasa, asta-asta bu qon tomir to'silib, yurakdan chatoq chiqib, yurak chatoq chiqqandan keyin odam o'lgandek. Hozir tashkilotlarda qon aylanish deydigan narsa mavjud emas. Balki tashkilotning ko'ngli kelishi mumkin, mavjud emas. Qaysi tashkilot ko'rsatadi masalan? Manchilik yosh odamni elib, hozir manda g'olliq odamimizga aylandi. Bizning rahbarlik qatlamimizda manchilik yosh keyin kirganlar deb gösterleydi. Bu kichik ish emas bu. Bu kichik ish emas. Davoning izchilligi uchun nima qilsa qilib bu masalani hal qilishi lozim. Yoshlashish masalasini hal qilishi lozim. Shunda bo'lgan chog'da bayon bergandek qon aylanish yurishsa bir badanda andiki umid bor. Bu islohot degan ish bir qatim qilib to'xtab qoldigan ish emas. Her vaqt bir xil islohot ruhi ichida turish lozim. Bir zamonlar islohotchi bo'lganlar bir zamonlar kelganda islohotning to'sog'usiga aylanib qolishi mumkin ashida. Buni esdan chiqarmaslik kerak. Uchinchisi tashkilotlarda, ya'ni shu ko'ni gap ham yomon turi deb ketdik bu gapni. Turkcha qurumsallashmoq deb qo'ydi. Haqiqiy ma'noda muntazamlashish kerak. Haqiqiy ma'noda muntazamlashish kerak. Tashkilotlar olingan odamlarning o'lchimi, ishga elish, xizmatdagi o'sish tuzilmalari, tashkilotning ichidagi qurilma, qatorliqlar hammasi zamonaviylashishi lozim. Haqiqiy ma'noda bugunning ehtiyojini chiqaradigan qurilmaga ega bo'lmasa, bayon degan shu yashashanmaslikning masalasi shu. Balki o'zimiz yashayotgan dunyoda davoni unumli qilolmasligimizning muhim sabablaridan birisi bu. Ya'ni aslida bizning ruhiy dunyomizda qolib qolgan va xizmat odatimizga aylanib ketgan nurg'un illatlar bor. Bu illatlar amaliyotda bizni bu haqiqiy ma'noda bir tashkilot bo'lishni to'sab qo'yganlik. Masalan deylik, biz 3-4 og'ayni kelib bir tashkilot qurdik. Birisi hisobni tutdi. Birisi lider bo'ldi. Yana birisi bir ishga mas'ul bo'ldi. Endi uchimiz og'ayni burundan boshlab bilishimiz, ko'nglimiz yaqin, birisi-birimizga ishonamiz. Ammo tashkilotning talabi nima? Hisobni suzuk qilish, shundaymi? Hisobni suzuk qilishimiz lozim. Davodagi yig'inni ichib, kela oylik yoki oldingi oylik 1 yillik yoki 1 oylik moliyani bir doklad qiling. Men hisobni bizga bir bering degan vaqtda nima ish yuz berishi mumkin? Hisob tutgan og'aynimizdan qapqi to'rilib qoldi. Sizlar menga ishonmamsizlar, meni yeb ketdi deb o'ylamsizlar deydi. Shuning bilan siz buni og'ayni, bu munosabatni saqlashingiz kerak shundaqmi?
qarindosh etdi sizning bilan. Ana olgandan keyin bo'pti, bu qarindishimizga ishonamiz deb biz bu bir tashkilotda bo'lishga tegishli eng aqalli bir ishni qilishga jur'at qilmaymiz. Bu misal intayin jiq. Masalan, bir ishni tüzümde deyilgeni bo'yicha qilmadi. O ağinimiz o da 5 qadam qilmasimi? Biz buni xizmatini elib o'tolmaymiz bo'shtib. Uni chiqarib o'tolmaymiz tashkilot. Chunki o bizning ağinimiz. Onun bilan munosabatni saqlashimiz lozim. Uni ko'nglab olishimiz lozim. Bu ish bunda ma'amda, bunda qanday ma'noda bunda da? Hozir qadar shunda bo'lib keldi. Buni xotim berish lozim. Qanday qilib bir muntizimlashish, qurumsalish degan narsa amalga oshmasa, bu qechib qutulolmaydigan bir yo'l deb o'ylayman. Bizning tanlashimiz emas bu. Biz bunga majbur. To'rtinchisi hamda Sharq Turkistonning mustaqilligi yiroqdagi bir nishon. Ammo bu mustaqillikchi bo'lgan nurg'un bosqichlik nishonlar bor. Shu tashkilotlar cho'ng bir tortni biroqla og'ziga tiqib chaynayolmay qolgan vaziyatdan mana pochilab kichik nishonlarni amalga oshirib xizmat qilish lozim. Buning bir foydasi kichik natijalar bilan biz xushallikqa yo'l olamiz. Bizga ilhom bo'ladi. Biz bunda qila oldik-ku. Masalan deylik, masalan shu istiqlolni misol qildi. Masalan biz bu yil Arabcha anglatishimizni mancha soatga oprayli. Arabcha kanalimizga a'zo bo'lganlar, masalan bu yil 10 ming bo'lsa, biz bir yil ichida buning sonini 30 mingga chiqadi. Twitter yoki Instagramdagi hisobimizda 100 ming odam ergashsin. Uning uchun bunday qildi. Deganga o'xshash, nishonni kichik xizmatlarga parchalab qilish lozim. Bu hisoblig'ili bo'ldigan, hisob og'ili bo'ldigan, o'lchigili bo'ldigan natijalar mush ishni qilayotganlar uchun eng cho'ng tasalli bu. Bo'lmasa aytgandan kechgacha bir xil ishni qilaverdingiz. Buning hech bir narsani o'zgartganini his qilolmadingiz. Bir narsaga foydasi bo'lganini his qilolmadingiz. Bunday holatda davomliq, ya'ni yuqori energiya bilan o xizmatni davomlashtirish oson emas. Shunga natija masalasi men uchun bek muhim. Natija masalasi. Andan keyin oxirida mening eng cho'ng tavsiyamning birisi shu Payg'ambar alayhisolamning mujodala hayotini, ya'ni 23 yillik hayotini menimcha her bir dava sepidagi mayli lider bo'lsin, mayli odatdagi bir yangi kirgan bir yosh yigit bo'lsin, yoki yosh bir qiz bo'lsin, o'zini shu mujodala hisoblaydiganlar boshdan oxiri ichgandek o'qishi o'rganishi lozim. Buningdanmi cho'ng, buningdanmi yaxshi bir darslik yo'q deb o'ylayman. Qanday umidsizlangan vaqtda qanday tasalli tepishni o'ziga. Bu mujodalada qanday sabr qilishni, qanday hamkorlashishni, qanday strategiya tuzishni menimcha nihoyatda yaxshi o'rgatalaydi. Agar shuning ichidagi go'harlarni yaxshi qazolasak-la, o bizga nisbatan bek cho'ng bir dastur deb o'ylayman. Endi muhojiratdagi avomga nisbatan umuman birinchisi musulmon bo'lish sifatimiz bilan Alloh Qur'oni Karimda deganiga o'xshash Allohning rahmatidan faqat gumrohlar umidsizlandi deydi. Allohning rahmatidan hech bir zaman umidsizlanmaslik lozim. Bayam deganimdek dunyodagi o'zgarishlar qarmoqqa Xitoyning foydasiga ketayotgandek qilg'ini bilan balki mohiyat jihatdan uning ziyniga ketayotgan bo'lish ehtimolliqi bor. Bayam dedim-ku, bo'layotgan ishlarni zohiriga qarab bir xil o'qiymiz. Ammo ba'zi ishlar biz ko'rgandek bo'lmaydi. O'shalikda Sovet Ittifoqining parchalanishidan burunqi va keyingi yozilgan narsalarni selishtirib o'qib baksa, odamlar qiziqarli bir narsaga duch keldi. Sovet Ittifoqining parchalanishini shu vaqtgi dunyodagi eng danglik siyosiy yo'llarmi, har kuni shularni tadqiq qilganlarmi bishorat berilmagan. Hatto parchalanib bo'lgandan keyin ishonilmagan nurg'un ishlar bor.
Ammo parchalanib bo'lgandan keyin zalimda parchalanmoqchi, aslida bo'lmoqchi, az qolgandi degan gaplar o'tirib chiqqani bilan, ammo parchalanishdan burun unda bo'lmagan. Hozir Xitoyning vaziyati shu. Bir tarafdan dunyo vaziyatini unga foydali ketayotganda bilan, yana bir tarafdan Xitoyning o'z ichidagi ichki masalalar, atrofidagilar bo'lgan munosabatlarning nacharlashishi degan o'xshash nurg'un oson hal qilinmaydigan masalalarning ichida. Hem en mühimi biz bir Müslüman bulup süptümüz bilen hiç nima o'ylamagan taqdirda bir asallıqdan keyin, bir qiyinchilikdan keyin bir asallık var. Her gün namazda o'qiydigan inna ma'al usri yusra. Shundaqmi? Bir qiyinchilikdan keyin bir asallık borligiga biz iymon keltirdikmi? Shunga ishondikmi? Demak bir asallık bor. Belki bu asallık biz hayat vaqtiga emasligi mumkin. Ammo ba'zi hech qisi yo'q, bizning avlodlarimizga kelsin bo'ldi. Ama hayat kişiler evlatlarımızga şu asallık kelgen vakitte onundan qanday foydalanishni miras qoldirib olishimiz kerak. O biz hozirgi hayotning vazifasi. Hozirgi biz hayotning vazifasi. İkincisi hem de chet eldagi Uyg'urlar menimcha ama burunma deydim vatanning ichidami ba'zi darsini so'zga vaqtda. Her bir Uyg'urning bir o'zini kuchaytirish vazifasi bor. O en aqallisi ma'naviy jihatda o'zining iymon e'tiqodini kuchaytirish. İqtisodiy jihatda jiqroq pul tepish, iqtisodiy jihatda o'zini kuchaytirish. Ilim egallash bilan bilim bilan o'zini kuchaytirish. O'zini kuchaytirish umumyuzlik bizning ruhiy kayfiyatimizni yaxshilaydi. Ruhiy kayfiyatimizni yaxshilab qolmasdan bu aloqa hamma ishga asqatadi. Belki şu peygamberimizden Allah'a aciz Müslümandan güçlü Müslüman bekrek süyümlük diyen bu şey hadisi bugünkü günde Uygurlar pişarızki uyab yazıp aldığın hadislerine bir çalışmak. Her vakit üzünü küçeytişi lazım. Gece gündüz bunun değerli oluşu lazım. Çenekişi lazım hatta. Ben 40 yaşa, 50 yaşa, 60 yaşa girip kaldım demeyi çenekişi lazım. Diyen geç çenekişi lazım. Kitap okuşu lazım her vakit. Her vakit özünü itikadi cihette tavlap duruşu lazım. Çünkü aşında güçlük tutan vakitte Allah tarafından bir fırsat gelgen çağdan tutalayımız. Hem Allah'ımız ne? Muşunda ümitsiz vaziyette mi bu bendelerim ümitsizlenmezdi. Tirişivatıdığı deyip durup bizge mükafat verişi mümkün bu. Fırsat diyen neresi. Üçüncüsü Uygurlardan yirak duruşunu akıllarını hesaplamayın. Köprek ictimaileşişi lazım. Bu passıplık diyen neyse yalğızlık ile münasebeti var. Yalğız yaşayıverişe amrakılap kalan bazı Uygurlarını anlayımız hem de. Xudoga şükür ben yaşayotgan etrafdagi muhitimda yo'q da. Ama endi Uygurlardan nereye turadigan, ama hech bayramlarda paydo bo'lgan, namoyishlarda yo'qolib ketadigan bir xil Uygurlar var. İctimaileşish bizga bir kuch ekeladi. Oxirida men shuni ta'kidlayman, hammamiz musulmon bo'lib sifatimiz bilan. Mening qarashimcha islom bir musulmonga o'rgatadigan, uningga singdiradigan eng muhim bir odat var. O bo'lsin bu nima desa, tashabbuskorlik. Tashabbuskorlik. Ya'ni aktivchanlik. Bu deganimiz İngilizce proactive deydi. Ma'lum bir ishni o'zining diniy tushunchasi va e'tiqodiy turtkisi bilan qilish degan gap. Davamlı tashqi ta'sirlarning g'idiqlashi bilan anadan keyin harakat qilish emas, balki bu qilishga tegishli ish men bir musulmon, mening e'tiqodiy prinsipim meni mushuni qilishga buyurgan deb qilish. Eng aqalli bo'lsa-mu, ammo bek jiq odamda bu xil odat yo'q. Toki bir masala uni qistigan qadar. Masalan deyli, balasini yaxshi tarbiyalash bir musulmonning eng aqalli majburiyati qo'y, shundaymi? Uni bir muallimning birisi kelib deb qo'yishning hojati yo'q. Bunga maxsus bir tashkilot chaqirib e'lon qilishning hojati yo'q. Qarindoshlar bolalaringni yaxshi bilinglar deyishning hojati yo'q. Bir odam dada ana bo'lsa,
Bizning dinimizde balalarımızı yaxshi tarbiyalashdan iborat eng aqalli bir majburiyatimiz var. Bizning dinimiz bunu bizga endi so'zlagan. Önergetken. Endi nima uchun nurg'un ota-onalar balasidan bir mesele chiqqan chog'da, masalan, telefonga amroq qilib qilib hozir telefonni qat'iy qo'ldan tushirmaydi. O'qish natijasi bundan nacharlab ketdi. Adab axloqidan mana chatoq chiqibdi deb u balasidan bir mesele ko'rgan vaqtda anandan keyin o'tirib chiqadi. Aşının o'zi aşı tashabbuskor musulmon bo'lmaganligi shu. Aşı passiv musulmon bo'lganligi. Tashabbuskorlik bir ishning oldini olishni o'rgatadi bizga. Tashabbuskorlik o'z e'tiqodimiz bilan qilaverishni o'rgatadi bizga. Uninga bir odamning g'idiqlab qo'yishini saqlashning hojati yo'q. Masalan, ikkinchi eng aqalli misol biz ishg'oliyatdagi musulmon. Ishg'oliyatdagi musulmonlarning ishg'ol qilg'uvchilarga qarshi turish majburiyati bor. O tashkilotdagi odamlarning ishi emas. Siz pul tepayotgan bo'lsangizmi, o'qiyotgan bo'lsangizmi, hatto oiladagi bir oila ayoli bolayotgan bo'lsangizmi, sizning tuproqingizni ishg'ol qilib olgan dushman kuchliga qarshi sizningmi qo'lingizdan kelganicha bir jihad qilish majburiyatingiz bor. Bu bir farz ayn bu. Buni sizga hech kim deyishning hojati yo'q. Agar siz o'zingizni musulmon hisoblasangiz ham bu sizga avtomatik holda yuklangan. Unda bo'lgandan keyin siz bir kim demisimi namoyishga chiqishingiz lozim. Bir kim demisimi balangizni shu nishonga qarata tarbiyalashingiz lozim. Bir kim deb qo'ymasimi pulni shu nishonga qarata tepishingiz lozim. Shu bizning vatan davosi qilganimiz amaliyotda bizning gardinimizdagi eng aqalli bir farz ayni ado qilganimiz o. Men mushu tushunchani, mushu ongni chet eldagi barliq musulmon Uyg'urlarda mutlaq bo'lish kerak deb qarayman. Va nurg'un ulamolarimiz mushu ongni umumlashtirish uchun, mushu fikrni butun Uyg'urlarga yeyish uchun harakat qilish lozim. Mening eng dardlanadigan yerimdan birisi shu. Masalan deylik, nima uchun 2017-yili bizning urug' tuqqanlarimizni lagerga solgandan yoqan achchig'imiz kelib qoldi? Acaba uning oldida biz erkin yashaganmi? Uning oldida Xitoy bizni ezmaganmi? Xitoyga taqobil, Xitoyga qarshi turish uchun, ya'ni Xitoyning hokimiyatiga qarshi turish uchun, bu ishg'oliyatdan qutulish uchun cho'qim bizga zulm solgan vaqtda anadakin uyg'onishimiz kerakmi? Dushmanning dushmanligini bizning e'tiqodimiz deb beradigan bo'lsa, bizning iymon etgan vaqtda tavallo va tabarra degan bir uqum bor. Allohning do'stiga do'st, dushmaniga dushman bo'lish degan. Bu iymonning eng aqalli shartlarining biri ekanligini butun musulmonlar bildi. Unda da bir Uyg'ur musulmonga nisbatan Xitoyga moyil bo'lib qolish, Xitoydan umid kutib qolish, texmi keskinroq, qat'iyroq aytgan vaqtda hatto u bir e'tiqodiy masala emasmi? Biz masalaga biz la ilaha illalloh Muhammad rasululloh degan vaqtimizda biz Allohga shirk keltirmaymiz degan vaqtda Makkadagi arablar, musulmonlar Lat Uzza kallasiga kelsa, Uyg'ur musulmonlar la ilaha illalloh Muhammad rasululloh degan vaqtda Xitoy kompartiyasi esib kelishi lozim. Biz mushuni shirk keltirib solmayli e'tiqodimizga deyish lozim. Chunki bizning mahallamizda Lat yo'q. Bizning tuproqlarimizda Uzza yo'q. Manat yo'q. Bizning tuproqlarimizda Xitoy hokimiyati bor. Bizni qul qilimi deydigan, Allohning qulligidan o'zining qulligiga tortadigan Xitoy hokimiyati bor. Bizning diniy tushunchimizga bu yug'urilmasa, men o'ylayman bizning diniy tushunchimiz intayin kamtuk qolgan bo'ldi. O'zining ruhidan, eng mohiyatli tarafidan ayirib qolgan bo'ldi. Men shunchalik so'zlayman. Ko'pdan ko'p rahmat. Alloh razı olsun. Hakikaten nayeti tafsili holatda javob berdingiz. Alloh razı olsun. Hem de müşahede siz so'zlayotgan vaqtda yuqorida so'zingizni dedingiz hamda vatandagi tajovuzchi Xitoylarniki. Bu millatni yetaklab mangdigan, millatning sarkilari bo'lgan ziyolilarimizni ya o'ltirib yo'q qildi yoki turmada uzun muddatlik hayot yoki o'liklikni bilmaydigan darajada nurg'un ziyolilarimiz bor. Xitoyning shu tajovuzchiligida, shu besimida turib
ilgiri hem de şu halkımızın her cihetten yazmaları bilen bir ula teşkilat kurup halk namında uçuk aşkarı kılış imkaniyeti bulmagan dekin. Aşuncu ola zor şaraitlarının içinden milletimizin aşu cemiyetteki her xil meselelerini oңşaydigan yani şu siyaliler temdi vatanın içinde. Yani bir makalesi çıkıp oğuça, bir makalesi çıkıp, ikinci katımlık bir yazması ya ki kitabı çıkıp oğuça, yaşla, halk intizar olup durat temdi. Ama bu nemde muhaciretteki hayatımızga yotkep kelsek bir genemde. Muşu erkin dünyada yani hem de yukarıdaki sebeplerini oturup koyduk, teşkilatlarının içindeki meselelerini oturup koyduk. Hatta ki bir körülmenimiz bu. Abdurrahim Gani Efendim'in bir sual soraptı sizden. Muşu siyadi tabiqısının ki, hulasılısam hemmisini okup uzun bir sual soraptı. Teşkilatlarının rehberlerinin onundan bunundan ümitsizlengen bolsa, bu siyaliyle müstakil halette, muş halkını yetekleydiğen, müstakil özü analiz kılıp, muşu diasporadaki Uygurlarning ijtimoiy siyosiy ahvolda yuz berayotgan ahvollari qarata jiddiy mulohaza elib berib, avam xalqni yetaklab boradigan ziyolilar nimishqa yo'q deyarlik darajada az degan bir savolni qo'yib o'tamiz. Sizcha qanday qaraysiz bu masalaga? Bu nəhayət real bir echinishlik bir sual bu. Echinishlik sual deganim bir çağalda Erkin Sıdık Amerika'daki Erkin Sıdık kitabı çıktı. 3 parça mı 4 parça Uygur doktorları edi. Onun içinde hali köp sandaki Uygur doktorlar var. Hali köp sanda bir neç yüz. Hazır anlaşılmışım da bu hazır bir sahanı alamadık da. Avrupa, Amerika'da, belki Türkiye'dekini, Japonya'dekini koşkanda chet elde bir qancha ming Uygur doktorlarının bağlılığının gibi var. Ben 2017 yıl chet elga chiqqandan keyin aslında 2015 tunji qatim chiqdim, ondan keyin 2017 chiqdim. Izchil mening kallamdagi bir masala shu. Bu vatan davosida nima uchun bu doktori yo'q? Nima uchun bu ilm sohasidagi odamlar mutlaq ko'pi yo'q? Biz hozirgi da'vo qilayotgan bir qancha doktor bor, Turkiyada bir qanchasi bor, chet elda bir qancha odam bor bilamiz, boshqa. Ammo umuman nisbatlashgan vaqtimizda umuman yo'q degan javobni berish pek nohaq va xato emas. Agar 2000 yoki 3000 Uyg'ur doktor bor desak, hozir har qaysi da'vo saflarida xizmat qilayotgan 30 Uyg'ur doktor bormi? Yani bir sen kimi yetmeydi degan gap. Agar shu son rost bo'lsa nima? Endi buning sababi nima degan masalada manda bir sabab bo'lishi mumkin. Birisi Sharq Turkiston davosini, yani Uyg'urlarning Xitoyga qarshi turib g'alaba o'zining zaminini mustaqil qilishiga bo'lgan ishonchi meni qarashimcha biroz favqulodda bir umidvorlikni talab qiladigan bir ish. Bu favqulodda umidvorlik deganimizda qarmoqqa masalan bizga chet elliklarmi, masalan Turkiyadan nurg'un odamlarda bu da'vo qilib aralashgan vaqtda diqqat qilsangiz shuni uqtirmoqchi bo'ldi. Yani o kadar güçlü Xitoyga qarshi turamiz demakda birga bir yashayotgan bir yo'lni o'ylashib baqsangiz bo'lmasmi degan narsani imo qildi. Ba'zi ko'nglimizda avaylab bo'choq deganmeydi bilan uni his qila olamiz. Chunki u qadar bir dunyoda ikkinchi kuch bo'layotgan, hozir dunyoning hukmronini bilmaydigan bir davlatga siz shu kichkina bir millat qandavlab aqlga uyg'un emas bu. Endi buni doktorlarning munosabati bor desa, adam doktorluk nihayetde bir güçlük o'qish tarixi adamni ishlarni nihoyatda mantiqli o'ylaydigan qiladi. Meni qarashimcha. Sabab natijaları bu ishning amalga oshmasligini mantiqi nuqtasidan qarab turib, bu aqmas bir yo'l bu. Biz qutlamaymiz. Deb qaraydi deb o'ylayman. Pek jiqlarni.
Şuna bilan bu Sharq Türkiston davosini bir xil ahamiyatsiz hisob. Bu haliqi oxiri chiqmaydi buni. Qanday Uyg'ur mustaqillaydi? Uni oshkora bizning yuzimizga deyanmaydi. Chunki nima ishqa deyanmaydi? Chunki hammamiz g'azabimiz keldi o gapga. Shunga bu nima? Bu bir xil favqulodda bir ideallikni talab qildi. Favqulodda bir umidvorlik, bir xil g'oyaparastlikni talab qildi bu yo'l. Albatta bu ularning bir ko'rlig'idan kelgan. Albatta men oqlab demoqchi emas, balki dunyo tarixi nima mavjud vaziyatdan uni o'zgartiradigan bir nurni, o'zgartiradigan bir yo'lni topgan kishilar andan keyin o'zgartiradi buni. Men bayan bakag'ilga siyratni o'qish lozim demedim. Payg'ambar alayhissalom eng dastlabda chaqiriq qilib o'tirg'i chiqqan vaqtda payg'ambarimizga ergashgan kishilar ozdi. Makka jamiyati shu vaqtda ba'zi tarixiy manbalarda taxminan hisoblanadi 10 ming atrofida nüfus var bir kichik shaharda o'ldi deydi. Her qaysi ministerlik qildi, ministerlik deb qo'yg'ashtirdi. Bir qancha oila ustiga olgan jamiyatlar. Ana shu vaqtda payg'ambarimizga eng dastlabda ergashgan ashu sahobalar bizning dinimizda hem Allah'ın oldida bu mertebesi en yüksek sahabeler shular. Mesela en dastlabda jannatni 10 sahaba var. Nima uchun ular o kadar muhim? Nima uchun hayot vaqtida ularning jannatga kirishini oldin bishorat berib o'tgan? Chunki u odamlar payg'ambarimizning chaqiriqi bu xuddi shu Saudiya Arabistondagi cho'lni ko'rsatib turib, men mishani yop-yashil qilaman desa, shuni madem rost mani qila oladi, mushuning gapi rost deb ishongan odamlar. Tunji urug'ni sog'andan boshlab shuni yendi. Nima uchun Makka fath bo'lgandan keyin islomga kirgan musulmonlar bilan Badr ahlining darajasi o'xshamaydi. Chunki g'alabani ko'rgandan keyin nurg'un kishilar umidni ko'rdi, ha, mangsoq bo'ldi ekan deydi. Ammo eng dastlabki kishilar hech qanday g'alabaning bir hech qanday nimasi yo'q, bishorati yo'q ahvolda zaten şu cheksiz qumluqni biz yap-yashil bo'stonlikqa aylantiramiz deb kirgan odamlar. Ya'ni favqulodda umid var, favqulodda g'oyaparast odamlar. Bizning davoyimiz mana shunga o'xshaydi. Dunyo tarixida Hannibal deb general o'tgan. Bu Rim imperiyasini mag'lub qilgan bir eng chong qo'mondonlarning biri. Bu mashhur. Şu vaqtda u Shimol Afrika tarafdan kelib Rim imperiyasi bilan urushdi. Dengiz kuchi Rim imperiyasining kuchli bo'lg'achqa o'ttir dengizda bunga taqobil turolmaydi ular. Shuningdek Hannibal bir strategiyadan birini o'ylab chiqdi. U Afrikaning pillarini İspanya tarafdan yani Cebel Tarık bo'g'ozidan o'tkazib, hozirgi Rimning yani İtalyaning shimolidan hujum qilib kirish. Bu qarmoqqa o'zining qo'shinlari atrofidagilarga nisbatan butunlay bir xonxiyol, saranken bu deydi inson. Ma saranken. Bu qandaqsiga bu pillini unda ekagili oldu deydi. Chunki İtalyaning shimolida Alpis tog'lari var. Bu Alpis tog'lari Yevropadagi eng uzun bir tog' tizmasi, egiz. Davamlı qor bilan qoplanib turgan bir tog' bu. İtaliyalik demaydi Rimliklar tahdid kelsa shu dengiz tarafdan keladi, janubdan. Ama şimaldan kelmaydi deb ishonadi. Hannibal dal shu nuqtani o'ylaydi. U eng bexatar deb o'ylaydi. Shu yerdan keldi. Shuni o'ylab, buning hech qanday yo'l yo'q degan chaqda uning tarixga yozilgan bir mashhur gapi bor. Ya yo'lni topamiz, ya yo'lni yasaymiz deydi. Uyg'urlama shunday. Ya yo'l topamiz, ya yo'l yasaymiz. Anda heliqiday mantiqlik o'ylab olgan odamlarga nisbatan bu yo'l ko'rinmaydi. Yo'l ko'rinmaydi. Mana misolga qaytib kelsak, shunlar Hannibal oxiri o'zini diginni qilib, haqiqatan shu pilli bilan ashani o'tib İtalyaning, yani Rimning shimolidan tog'dan halqib kelib hujum qilgan vaqtda Rimliklar ko'ziga ishonolmay qoldi. Qanday mumkin bo'ldi mana işte. Shunlar Rimliklar tarixidagi eng chong mag'lubiyatni shu vaqtda tetdi.
Bu misalni ilishimning sababi ham da hozir deganimdek. Yani ba'zi vaqtda siz haddidan ziyoda bundoq mantiqiy o'ylab, ishning keynidagi hikmatini, ba'zi ko'rinmas sababini ko'rmas bo'lib qolgan vaqtingizda bu da'vo natijasi yo'q bir da'vo deb o'ylab olasiz ichingizda. Shunglashqa nurg'un shu atalmish oliy ma'lumotliklar oddiylar aynan mantiqiy hisob chiqardi. Xitoy kuchlikmi kuchlik, Uyg'urlar ojizmi ojiz, dunyo vaziyati foydaliqmi foydasiz. Biz tarixdan buyon bu ishni qila olganmi qilolmagan, ular deb o'ylaydi. Undan bo'lgandan keyin biz bunda oxiri yo'q bir yo'lda mang'uncha, işte kasbimizni yaxshi qilib, millatga oz-to'la ushaq-tushak xizmat qilib, ushaq-tushak xizmat qilish deyman men. Ba'zi bir xizmatlar qilib qo'ydi ya. Masalan, ma'lum bir o'qishga yordam qilishga o'xshash. O'zining vijdonini biraz rahatlantirish uchun uni qiladigan kishilar ham bor. Birisi o sebep bo'lishi mumkin. Ikkinchi bir muhim sebep buni aql bilan nima qilish ta'sir bo'lishi mumkin. Bu xuddaligi noiti aql kishilarmi Alloh hidoyat qilib seni islomni topolmaganga o'xshash. Bir odamning o'qish tarixida favqulodda yuqori yoki nochulab ketishi u xil odamning qalb dunyosini echilib ketganligini bildirmaydi ekan. Yine g'aflatda qilaverdi ekan. Bunda o'ylab boqinglar, tarixda nurg'unlagan zolimlarning yanında nihoyat yuqori saviyalik olimlar shuni qo'lchum qo'lab ishlagan ya. Mesela men o'ylab Gitler Germaniyasida o'tgan kish, Ikkinchi dunyo urushi mezgilida shu nimaga? Shu lagerlarda shu kishilarni o'ltirgan, odamning meydini supini yasagan, zaharli gaz bilan necha million odamni o'ltirganlar mutlaq ko'pi shu doktor, shu oliy ma'lumotli odamlar shular. Shu Xudoyim hidoyat qilmasa degandek, Allah qalbini ochmasa o ba'zi kishilarning uni o'qish tarixining unda olib ketishi bak bir jiq narsani ifodalaydi. Men u savolga shunday javob berib vaqtimiz biroz ketib qoldi. Köptün köp rahmet doktor, Allah razı olsun ayeti. Tafsili eçildi deb qarayman. Programımızı müşahede ahırlaştıraylı bir gün. İnşallah aldığımız kısadaki yana bir temada to'xtalamiz. Rahmet vaqtınız İnşallah. Oldu. Sizga rahmat. Qadrli ko'ruvchilarimiz, shunday qilib bugungi sanamizni müşahede ahırlaştıramiz. Haqiqatan nayet atrofli shaklda vaqtimiz biroz eshib ketgan bo'lsa-mu, yo'ritib berildi deb qarayman temani inshaalloh. Har jihatdan hammamizga mayli tashkilot bo'lsin, mayli har bir shaxs, har bir Uyg'urga qaratilgan intayin atrofli bir muloyiz bo'ldi. İnşallah foydali bo'lishini, har birimizning sa'gitishini umid qilamiz. Allah ömür verse aldığımızı kısanda başka bir temada görüşürüz. Aman bu gayslar. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi Teala ve Berekatuhu.